Agar boshlang'ich to'lovingiz 50% bo'lsa, 12 oyga o'zingizning nomingizga rastrojka sistemasi bilan ham ushbu avtomobilni chiqarib berishimiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli Namangan Haval avtosaloni kuzatuvchilari. Navbatdagi avtomobilimiz Haval Dargo bo'yicha bugun sizlar bilan gaplashamiz. Uzoq kutilgan yangilik Haval H9 ga qanaqa rastrojka sistemamiz ochilgan bo'lsa, именно Haval Dargo modelimiz uchun ham rastrojka sistemasini ochib qo'ydik. Boshlang'ich to'lovingizga qarab turib, maksimal 24 oy muddatgacha rastrojkaga chiqarib beramiz. Agar boshlang'ich to'lovingiz 50% bo'lsa, 12 oyga o'zingizning nomingizga rastrojka sistemasi bilan ham ushbu avtomobilni chiqarib berishimiz mumkin. Avtomobilni ko'rib turganingizdek, H9 dan ozgina kichikroq, lekin 9 ta rejimda harakatlanadi. 240 ot kuchiga ega 2 turbina motor bilan jihozlangan bo'ladi. Ushbu avtomobilimiz GT yaponskiy balonlar bilan jihozlangan bo'lib, ushbu avtomobilimizda hatto zapaska baloni ham xuddi shunaqa balon bo'ladi. Avtomobilimizda 420 gradus kamera, ya'ni 360 gradus kamerani past tepa qismlaridan ham olib berish funksiyalari mavjud. Ushbu avtomobilimizni salon qismlariga bitta e'tibor berib qo'yishingiz mumkin. Italyanskiy koja, italyanskiy alkantara bilan jihozlangan. Avtomobilimizda cruise control, climate control, adaptivniy hamma siz xohlagan funksiyalar bilan jihozlangan ushbu avtomobilni siz xohlagan yo'lda harakatga keltirishingiz mumkin. Sensorli beskutchoy do'stlar bilan ham jihozlangan ushbu avtomobil. Ushbu avtomobilni orqasini ham bitta ko'rsatib qo'ying. Kojalarimiz eko koja bilan jihozlangan. Keng salon, panorama tom, xullas orqa oynalarimizgacha 30% o'zi tabiiy qoraytirilgan holatda bo'ladi. Ushbu avtomobilimizning orqa ko'rinishiga bitta e'tibor berishingiz mumkin. Aynan siz har xil yo'llarda harakatlanayotganingizda sizning xavfsizligingizni ta'minlash maqsadida past qismlari ham yumshoq plastik bilan jihozlangan. Avtomobilimiz elektronik bagajdan tashkil topgan bo'lib, agar siz ushbu avtomobilga yuk bilan keladigan bo'lsangiz, oyoq harakati bilan ham mashinani yopishingiz mumkin va to'xtatishingiz ham mumkin bo'ladi. Undan tashqari detskiy rejimlari bor. Mabodo bolalarning qo'li qolib ketgan taqdirda qisib qolmaydi, sirazi qaytadi. 220 volt tok. Undan tashqari eng zo'r tarafi Infinity audio sistema bilan jihozlangan bo'lib, bitta subwoofer, 10 ta kolonka, 4 ta pishalka bilan jihozlangan avtomobilimiz. Qo'shimcha ravishda aytganimdek, zapaskasi ham o'zini diska baloni bilan bir xil. Ushbu avtomobilimizda ham 220 volt tok olish sistemasi mavjud bo'ladi. Ushbu avtomobilda 60 talik benzin quyish baki bilan jihozlangan. Xohlasangiz ushbu avtomobilni propan qo'yib haydashingiz ham mumkin. Qo'shimcha ravishda bu avtomobilni xarid qilgan mijozlarimizga parok, radiator setka tonirovkasini ham именно shu avtosalonga kelib xarid qiladigan bo'lsangiz, sizlar uchun bonus sifatida qo'shib beraman. Ushbu avtomobil bo'yicha to'liqroq ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlar bilan bog'laninglar. To'liqroq ma'lumot beramiz. Agar uzoqda bo'lsanglar, Telegram orqali yozsanglar ham batafsil ma'lumot berishimiz mumkin. Sizlarni Namangan Haval avtosaloni Chorsuv dahasi Turon universitetining yonida joylashgan filialimizda kutib qolamiz. Charchamanglar. Sizlar bilan Doniyor bo'ldi.